Hozir o'g'il bolalarning narxi shunaqa bir arzon bo'lib ketganmiki, tepa-teng aytishadi xotini bilan. Men erkak kishi edim, men sal balandroq turay, xo'p deb qo'ya degan gap yo'q. Sen xotin kishisan, xo'p deyishni bilmaysanmi? Aytayapti payg'ambarimiz, nima deyaptilar? Qiyshiq qovurg'a. Birodarlar, biz aytgandaqa bo'lmaydi. Ukalar, yangi uylanadiganlar yoki yangi uylanganlar. Sizlar aytgandaqa bo'lmaydi. Mana oqsoqollardan so'raylar. Ya bo'ladimi, hoji aka? Bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Otangiz 60 yil, 50 yil turmush qilib, otangiz aytgandaqa emas ekansiz. O'sha otangiz hikmat egasi ekan. O'sha kamchiligiga o'zini yumdi. Gap qaytargan bo'pti deb qo'ydi. Karim bo'ldi. Lutf bilan muomala qildi, oilasi buzilmadi. To'g'ri aytyapmanmi? Oson, shaqovor boshqasi uylanishlik. Bu chidamaslik ishi bu. Nasada shaq talaqni berdim deydi. Ha, boblabsan. Sen chidamas ekansan.